Bu dunyoda yaratilgan har bir maxluqdan o'ziga yarasha bir g'oya, bir nishon, bir foyda va bir natija ko'zlangan. Hech qanday bir maxluqda behudilik, g'oyasizlik, ahamiyatsizlik va bekorchilik degili bo'g'idek bir ish ko'zga chiliqmaydi. Albatta, mazkur g'oya nishonlarni aqlsiz ham ongsiz omillarning o'zi bilib o'rinlashtirishi va shay'larni shundoq hikmat bilan yarata olishi mumkin emas. Undaq bo'lgan ekan, bu ahvol shuni isbotlaydiki, parda oqisida cho'qim hikmat bilan ish qiluvchi bir zot bor va mazkur shay'larni hikmat bilan operida qilganimi shu zotdir. Hikmat haqida to'xtalsak, tom kitoblar putib chiqadi. Chunki bu dunyoga yaratilgan har bir maxluq o'z mavjudligi bilan cho'nqur hikmatga dalolat qiladi. Biz mushu munosabat bilan faqat bir poshiga nazarimizni og'dirib boqaylik. Mohiyatda poshining vujudidagi hikmat haqidami ayrim bir kitob yozishga to'g'ri keladi. Amaliyotda yozildi. Biz hikmat dalilining kichikkina bir qismi haqida fikr yurgizib beqish uchun poshining faqat bir ikki alohidaligi ustida to'xtalib o'taylik. Poshiga intayin sezgur issiqlik farqlantiruvchi bir a'zo o'rnatilgan bo'lib, mingda 1% issiqlik farqini his qila oladi. Bu sezgurlik yo'riqlikqa bog'liq bo'lmag'achqa, posha qorong'u uydami qon tomirini topa oladi. Qon tomirini topgandan keyin oldi bilan kichik xortumlari orqali nishonni bekitadi. Terini biz o'ylagandek besim bilan emas, balki ust tumshqi va tishliq osti tumshqi bilan yoradi. Tumshqini xuddi harga o'xshash oldi kayniga surkab terini kesidi va echilgan yeriqdan nashtarini qon tomiriga sanjiydi. Poshining shprisga o'xshaydigan nashtarini bir g'ilab o'rab turadi. Pasha qon sho'raydigan vaqtda nashtari ashu g'ilabdan sug'urilib chiqadi. Bu vaqtda qiyin bir masala ko'rilib, qon uyib qoladi. Chunki insonning vujudi yana bir hikmat sababidan eqiyotgan qonni uyutadigan xususiyat bilan yaratilgan. İnsan mushu xususiyatining yordamida bir yeri qonab qolsa-mu, qansirab o'lib ketmaydi va eqiyotgan qon bir damdila uyib to'xtab qoladi. Agar pasha qonni sho'rayotganda uyib oladigan ahvol ko'rilsa, pasha oziqlanmaydi. Pasha buningmi oldini olgan bo'lib, tomirdan oshgan to'shikka nishonning vujudidagi qon uyushmasining oldini oladigan bir xil suyuqlik qo'yib yetadi va bu suyuqlik qonning uyib qilishining oldini oladi. Kishini qoshlig'ili soladiganimi dal mushu enzim suyuqligidir. Endi Allohni inkor qilmoqchi bo'lgan kishidan so'rab boqaylik. Birinchi, hatto bir necha yil maktabda o'qigan sestralarmi xeyli ko'p hollarda tomirni topolmay, yengnini xato yerga sanjib soladi. Ammo hech qanday maktabda o'qib boqmagan pasha nishondan qat'iy odishib qolmaydi. Pashiga buni kim o'rgatgandi? Ikkinchi, agar issiqlik sezguchi organlarining yordamida shunda qila oladi desangiz, bizmi deymizki, bundoq yuqori saviyada taraqqiy qilgan issiqlik sezguchi organlarni onun vujudiga shundoq hikmat bilan kim o'rinlashtirgan? Zinhor tabiat demang. Chunki ko'rmaydigan, anglamaydigan, jonsiz ham ongsiz tabiatning bundoq hikmatlik bir ishni millionlagan poshilarda amalga oshira olishi aslo mumkin emas. Uchinchi, yuqorida deb o'tganimizdek, mazkur issiqlik sezguchi a'zoning roli yo'riqlikqa bog'liq emas. Kechidimi issiqlik farqini his qila oladi. Agar yo'riqlikqa bog'liq bo'lsa edi, pasha kechida oziqlanmagan bo'ladi. Kunduzlari uni ko'rib qolgan ovidan oziqlanmaslikka turganlik gap. Bu ahvol pashining o'limi deganlik. Ajaba pashining oziqlana olishi uchun issiqlik sezguchi organni yo'riqlikqa bog'liq qilib qo'ymay, qorong'ulikdami rolini joriy qildira oladigan holatni ijod qilgan hikmat egisi san'atkor zodi kim? To'rtinchi, pashining kichik nashtarini qo'g'daydigan bir g'ilibi bor. Ajaba bu g'ilobni qaysi tikkuchi tikkandi? Beshinchi, pasha terini tish uchun tishini va tumshug'ini ishqa soladi. Ajaba tishini va tumshug'ini ishqa silishni uningga kim o'rgatgandi? Hatto buningdan avval uning tenida bu tish bilan tumshug'ni kim yaratgandi?
6. Bu eng muhim alohidilik bo'lib, pasha qonning uyib qilishining oldini oladigan enzim suyuqligini o'zi tashgan to'shikdan ichiga quyib beradi. Pasha qonning uyib qoladiganligini qandoq biladi? Bo'pti, biladimi deyli? Qonning uyib qilishining oldini oladigan enzim suyuqligini ishlab chiqaradigan uskuna va zavodni uning vujudiga kim o'rinlashtirdi? Faqat uskunaning bo'lishili kifoya emas. Chunki qonning uyib qilishining oldini oladigan suyuqlikning formulasini bilish uchun pasha bir ximik bo'lishi kerak. Ajaba, pasha qaysi ximiya maktabini bitirgandi? Endi sizga mundaq bir taklifimiz bor. Pashining Alloh yaratgan bir maxluq ekanligini qabul qiling va buni qabul qilish orqali yuzlagan savollarga javob izlashning jafosidan qutuling.